Narxi nech pul deysizlarmi? 78 ming dollardan Sergeli Xonobodda 2 etajli pat-ключ uchastkali olsanglar bo'ladi. O'rtadagilar 78 ming dollar, Tartsoyda joylashgani 85 ming dollar. Vakatsiyamiz Xonobod metrodan 500 metr masofada Beruniy ko'chasida joylashgan. Lekin bor bunaqa uchastka qidirganlar juda ham ko'p. Ulgurib qolinglar. Hovlimizdan ko'rasizlar, bitta mashina sig'adigan joy, bir sotuv maydonga joylashgan. Planirovkalarni ko'rsatadigan bo'lsam, mana shunaqa xo'l bilan boshlanadi. O'ng qo'lda kuxnyani ko'rishimiz mumkin, kotyollar ham qo'yib qo'yishibdi. Bundan tashqari birinchi etajda bitta zal, mehmonxona va bitta umumiy sanuzullarga ham ega bo'ladi. Ikkinchi etajda bo'lsa 3 ta yotoqxona joylashgan. Birinchisi to'g'rida bolalar yotoqxonasi qo'yish mumkin. Chapga qarab yuramiz. Bunisi kattaroq ekan, katta yotoqxonasi qo'rsanglar bo'ladi. O'rtada bitta umumiy sanuzul va bu yoqda 3-chi yotoqxonamiz joylashgan. O'zingizlar ham sezib turibsizlar, narxiga vashi shikolat variant. Arzisa bitta like bosib qo'yinglar, narxi zo'ru. Men eslolmayman, Xonobod metro atrofidan bunaqa narxda 2 etajli uchastka qo'yganimman. Polnisi pishgan qishdan qurilgan, polnisi tepli pol qilingan, 4 ta xona, 2 ta sanuzul, remontlarini ko'rdinglar. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Xonobod atrofidan arzon uchastka qidirgan tanishlar bo'lsa, ularga ham tashab qo'yinglar.